Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana Xudo xolasa keyingi obyektimiz ham mana bitish arafasida. Mana Xudo xolasa ashu mana ikkitami tunukamiz qoldi. Qotirishyapti Xudo xolasa. Kaziroy bo'ldi darvozaxonaga. Bunaqasi 6,5 metr. Bunaqasi 12 metr joy bo'ldi mana. Har bir ustun dorasi 4 metrdan. Mana. Qatirishyapti Xudo xolasa. Tunuka qatirilyapti. Mana ko'chadan kiraverish. Doimgidek konteyner material. Faqat kiraskalangani uchun bir xilda turibdi. Stolkalarimiz 8 ga 8 profil. Konteyner material. Mana kimga xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa. Tunikalarimiz qotirilyapti. Tunikamiz ham mokriy rangda. Kirasgalangan holat. Tarnovlarigacha qotirildi. Manzilimiz Vodilda. Balandgina joy bo'ldi. Kiraverish. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytaverasizlar Xudo xolasa. Tayyor qilib olib kelib, o'rnatib, tunikalarni qotirib beramiz.